Dadaxon Zaynabiddinov. Xususiy tadbirkor. Xotirjamlikni yuvanqotgandim. Qo'llarimdagi yangi uzilgan pomidor hidi va serqatnov ko'chaning chang tuzoni. Bolaligimni eslasam, ko'z oldimga doim mana shu jonli manzara keladi. Men 1986-yili Qirg'izistonning O'sh shahrida oddiy o'rtahol oilada tavallud topganman. Boy badavlat bo'lish haqida aynan qachondan o'ylay boshlaganim esimda yo'q. Lekin yaxshi yashash haqidagi fikr doim xayolimda bo'lgan. Yoshligimdanoq faqat yaxshi yashash haqida o'ylab, shu maqsadga intilganman. Shu sababdanmi, ilk biznesim ham maktab davriga to'g'ri kelgan. Dadam O'zbekistondan pomidor olib kelardi. Men esa uni ko'chaga chiqib sotardim. Bundan juda yaxshigina daromad qilganman. O'sha kezlari opamning to'yi bo'layotgan edi. Pomidordan topgan daromadimning xonadonimizga, to'y xarajatlariga anchagina foydasi tegan. Hozirgi kunda esa mening asosiy biznesim Koreya apalubkasi ishlab chiqarish, olib kelib sotish va shuningdek qurilish lesalari ishlab chiqarishdan iborat. Yillar o'tib universitet talabasi bo'ldim. Universitetimiz shahar chetkasida joylashgandi. U yerda o'quv dargohiga qarashli kichik bir do'kon bor edi. Bu do'konni mendan oldingilar yaxshi ishlatisholmagan ekan. Do'konni o'z qo'limga olib, uning gullatib yashnatib yuborganman. Qisqa vaqt ichida do'kon savdosi deyarli 10x ga, ya'ni 10 baravarga oshdi. Universitetni tamomlagach, Janubiy Koreyaga ishga ketdim. U yerda ishlab yurib, qo'shimchasiga halol go'sht sotardim. Undan ham anchagina daromad topdim. Yurtga qaytmasimdan avval Janubiy Koreyadan turib, yerdagi sheriklarim bilan Qirg'izistonda gol yetishtirish biznesini yo'lga qo'yganman. Ammo u yerdagi sheriklarim ishni yaxshi olib ketisholmadi. Natijada bu biznesim bankrotlik bilan yopildi. Vatanga qaytganimdan so'ng apalubka va lesa ishlab chiqarishni boshladim. Mana 8 yildan beri shu biznesning ichidaman. Biznesni boshlashim va rivojlantirishimda hech kim menga "Mana pul, ishni boshla" demagan. Hammasi o'z kuchimning, o'z pulimning va tinimsiz mehnatimning samarasidir. Biroq shu o'rinda menga dalda bergan, o'z mehnati yoki maslahati bilan yordam qilganlardan ham cheksiz minnatdorman. Biznesda qiyinchiliklar ko'p bo'ladi. Janubiy Koreyadan kelib, korxona ochmoqchi bo'lganimda ko'pchilik bunga qarshi chiqqandi. O'sha paytda yurtimizdagi bir korxonada ishlardim. Topish-tutishim yaxshi edi. Atrofimdagilar o'sha korxonada ishlayverishimni, mustaqil biznesda esa qiynalib qolishimni aytishdi. Men esa, mayli, qiynalsam ham o'z korxonamni ko'raman, dedim. Ishni boshlaganimdan keyin 5-6 oy o'tib, seximga o't ketdi. Janubiy Koreyadan katta pulga olib kelingan barcha uskunalar olovda kuyib, kul bo'ldi. Hech narsam qolmadi. Bir kechada nolga tushdim. O'sha tunda uyga qaytib, uxlashga yotarkanman. Tamom, mening faoliyatim shu yergacha ekanda, deb o'ylaganman. Ertasiga qolgan kutgan temirga, boshqa narsalarni boshqasiga ajratib, hamma yoqni yig'ishtirib, binoning tomini yopishga kirishdik. Chunki bino birovniki edi. Biznesim tugadi. Hammasi tamom deb o'ylab turgandim. Ammo shu payt kutilmaganda bir mijoz kelib qoldi va "Senga o'sha asbob uskunalarni o'zimiz olib beraylik. Sen yaxshi ishlaysan. Faqat bizning buyurtmalarni bajarib bersang bo'ldi", dedi. Mijozning bu taklifi va ishonchi menda yangi kuch uyg'otdi. Shundan so'ng ular olib bergan asbob uskunalar bilan ishni yana davom ettirdik. 8 yil avval shu ishni boshlagan bo'lsak, hozirda o'sha boshlang'ich holatimizdan 15 baravar kattalashganman. Biznesni yanada rivojlantirish uchun bilim kerakligini anglab, O'shdagi va Andijondagi biznes treninglarga, turli seminarlarga qatnasha boshladim. Biroq birortasidan tayinli natija olmadim. Biznesda tajribam bor edi. Ammo O'shdagi treningchilar aytgan ishlarni qilib, deyarli hech narsa olmadim. Andijonlik treningchilar o'rgatgan ishlarni amalda qo'llab, biroq natijaga erishdim. Ishonchamdagi ayrim o'zgarishlarni
aynan o'sha andijonlik mutaxassisdan o'rganib amalga oshirganman. Lekin u odam menejment bo'yicha unchalik kuchli emasdi. Shuning uchun men kuchli va tajribali ustoz qidira boshladim. O'tgan yili noyabr oyida Ilhom Begimqulovning reklamasini ko'rib qolib, men albatta Toshkentga borishim kerak degan qat'iy qarorga keldim. Korxonamda tizimlashtirish bo'yicha unchalik muammo yo'q edi, lekin marketing va menejerlik bo'yicha hamon jiddiy muammolarga duch kelayotgandim. Ustoz Begimqulovni tanlab sira xato qilmagan ekanman. O'qishdan juda katta foyda oldim. Akademiyaga kelishimdan avval biznesimda to'siqlar bor edi. Lekin ular qanday to'siqlar edi? Misol uchun, men ustachilikdan chiqqan tadbirkorman. Yaqin qarindoshlarim ichida biznesmenlar deyarli yo'q. Balki uzoq qarindoshlarim ichida kimdir biznesmendir. Ammo ular bilan bordi keldi aloqamiz yo'q. Otam yoshligida harakatchan bo'lgan, yaxshi pul topgan. Lekin u kishida ham biznesmenlik, boshqaruvchilik qobiliyati yo'q edi. Kimdan biznes ilmini o'rganishi mumkin edi? Biznesni ham aslida katta orzular bilan emas, oddiy tirikchilik niyatida boshlagandim. Menda biznes g'oya bo'lmagan. Maqsad biznes emas, tadbirkorlik orqali ro'zg'or o'tkazish edi. Shuning uchun menda biznesni kengaytirish, kattalashtirish rejalari umuman bo'lmagan. Ishni boshlaganimdan keyin qarasam, bu mahsulotga talab bor ekan. Dastlab mahsulotlarimni ijaraga berdim. Keyin sotishga talab tushgach, sota boshladim. Ish kengaygan sayin uni rivojlantirishga to'g'ri keldi. Boshida o'zim yolg'iz ishlagan bo'lsam, keyin bitta yordamchi oldim. Ortidan ikkinchi yordamchini oldim. Shu ko'yi kengayib, xodimlarim 25 nafarga yetdi. Shundan so'ng ularni boshqarishda muammolar paydo bo'la boshladi va hamma yoqning bo'tkasi chiqib ketdi. Avval ishni faqat o'zim qilardim. Hisob-kitoblar ham to'liq qo'limda edi. Odam ko'paygach, ishlarimga ulgurmay, miyam bu yuklamalarni ko'tara olmay qoldi. Hujjatlar va hisob-kitoblarda tinimsiz muammolar kelib chiqishni boshladi. Bitta kichik gapga ham jahlim chiqib ketardi. Asablarim charchadi. Ertalab uyg'onganimda ham xayolimda birinchi galda ishxonadagi muammolar kelardi. Xotirjamlikni butunlay yo'qotdim. Ishxonada hatto kuzatuv kameralari ham yo'q edi. Biror nimani o'g'irlab ketmadimikan? Ishxonam tinchimikan? degan o'y tashvish xayolimdan bir lahza ham nari ketmasdi. Ish kengaygan sayin odamning xayolida turli o'ylar charx uraverar ekan. Nima qilsak ekan? Buni bunday qilsak-chi? Keyin biror to'siqqa taqalardikda, buni o'shib o'tolmaymiz deb taslim bo'lib, to'xtab qolardik. Kichik treninglarga borib yurib, u yerdan o'rgangan 1-2 instrumentlarni qo'lladik. Ishxonada qandaydir tizim paydo bo'lishni boshladi. Xodimlarga vazifalar belgiladik. O'rganganlarimizni o'zmoz amalga oshirdik. Foyda bo'lishni boshladi. Endi esa yanada kattaroq rivojlanishimiz kerak edi. Nihoyat Ilhom Begimqulov akademiyasiga bordim. Akademiyaga kelib bildimki, o'sha bizni qo'rqitgan to'siqlar aslida arzimagan narsalar ekan. Biz arzimas to'siqni katta muammo deb bilib, qo'limizdan kelmaydi deb yurgan ekanmiz. Haqiqiy katta muammolarni endi ko'ra chiqib, ularni yechishda avvalo o'zimizdagi bor imkoniyatlarni ko'rib so'rab, yechishni boshladim. Akademiyadagi kursdoshlardan, ustozdan ta'sir qilgan. 40 yoshgacha odamlar nima derkin deb yashaymiz. 60 yoshgacha odamlar nima desa desin deymiz. 60 yoshdan keyin esa bilamizki, odamlarning biz bilan umuman ishi bo'lmagan ekan. Haqiqatdan, nimadir yangi ish qilmoqchi bo'lsangiz, odamlar nima derkin degan fikr eng katta to'siq bo'lar ekan. Nima desa desin men. To'g'rimanmi? O'zimning halol ishimni qilyapmanmi? Faqat shu fikr bilan ishlash kerak ekan. Ustoz Begimqulovning menga ma'qul kelgan yana bir jihati, birinchi navbatda biznesmenning shkalasi degan termin bor-ku. U kishining doim xursand bo'lib yurishi, ochiqki ko'ngilligi va xushmuomalaligidir. Agar odam doim jiddiy bo'lib, tumtayganga o'xshab muomala qilsa, savol bersangiz, yaxshi javob bermasa,
Uning bilimi faqat o'zi bilan qoladi va boshqalarga yetkazmoqchi bo'lsa, bu odam haqida doim iliq taassurot qoladi. Nega aynan ustoz Begimqulov akademiyasida o'qish kerak? Birinchi navbatda, ustozda boshqa odamlarning ishi to'g'rilanib olsin degan ezgu o'y bor. Faqat o'zim bilsam bo'ldi degan birinchisi. Siz atrofga qanchalik charaqlab, o'z energiyangizni beradigan bo'lsangiz, o'zingizga ham, boshqalarga ham shunchalik yaxshilik qilasiz. Agar siz rivojlanishni xohlasangiz yoki rivojlangan bo'lsangiz, o'sha darajangizni saqlab qolishni istasangiz, doim bilim olishingiz kerak. Agar siz yangi bilim olib turmasangiz, albatta orqaga ketasiz. Avval Qirg'izistonning faqat bir shahri bilan, keyin esa butun mamlakat bo'ylab ishlay boshlaganimiz. Lekin shunda ham biz ma'lum chegarada qolib ketdik. Chunki bizning mahsulot eladigan yoki kiyiladigan kundalik narsa emas. U kamida 10-20 yil xizmat qiladi. Shuning uchun mahsulotlarimiz sotilgan sayin bozor to'yinib borardi. Qirg'izistondagi mijozlarimiz bizdan mahsulot eladigan va bizning mahsulotlarimiz ularga haligacha xizmat qilishda davom etmoqda. Ular tez-tez mahsulot olishmaydi. Chunki polimiz ko'p yillarga chidaydi. Xo'sh, nima qilish kerak? Shundan so'ng men boshqa hududlarni topishni o'yladim va Toshkent bozoriga chiqishni rejalashtirdim. Akademiyada o'qisam, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan kelgan biznesmenlar bilan tanishib, ular bilan maslahatlashib, yangi bozorlarda ish qilaman degan umid bo'lgan. Seminarga kelganimdan keyin haqiqatdan ham turli o'lkalardan kelgan guruhdoshlar bilan tanishdim. Oldin faqat Rossiyaga mahsulot chiqarardik. Hozirda Qozog'istonga ham eksport qilyapman. Endilikda O'zbekiston va Tojikiston bozoriga ham kirmoqchimiz. Bu ishlarning barchasi aynan Ilhom Begimqulov akademiyasida o'qishning ortidan sodir bo'lmoqda. Agar bu o'qish bo'lmaganida, bu kengayishlarni qanday qilishni xayolimga ham keltira olmasdim. O'qishga borgandan keyin biznesni boshqarishni ham mustahkamladik. U yerga borib tushundimki, men biznes bilimlarining bor yo'g'i 30-40% bilar ekanman xolos. Ustoz bizga qolgan 60-70% bilimlarni o'rgatdi va yurtdan tashqarisida biznes qilish men uchun oson bo'lib qoldi. Xuddi o'zimizning Qirg'iziston bozorida ishlagandek, chetda ham qo'rqmasdan oson ishlaydigan darajaga chiqdim. Ustoz Begimqulov akademiyasida o'qimagan odamlar birinchi galda biznesdagi global o'zgarishlardan mahrum bo'ladi. Biznes qoidalari har 3-4 yilda o'zgaradi va yangilanib turadi. Agar siz shu o'zgarishlarni o'z vaqtida payqamasangiz, o'sha yangi biznes instrumentlardan hammadan kech foydalanasiz. Sababi, siz boshida bundan bexabar bo'lasiz. Keng tarqalib ketganidan so'nggina xabar topasiz va hammadan orqada qolib, uni biznesingizga joriy qilasiz. Agar biznes qoidalari o'zgarayotgan vaqtda o'sha qoidalarga birinchilardan bo'lib tushib olsangiz, sizda katta o'zgarishlar bo'ladi va keyingi o'zgarishlarni oldindan taxmin qila oladigan ilmli biznesmenga aylanasiz. Ustoz Begimqulov akademiyasida o'qishdan avval bizda marketing bor edi, ammo unchalik chuqur emasdi. Birinchi navbatda marketingni aytsam. Men o'sha SMM menejerlik bo'yicha o'qiganman. U yerda hamma narsani o'zimiz qilishimizni o'rgatgandi. Lekin ishim ko'pligidan bunga umuman ulgurmaganman. Bu ishni pul to'lab birovga qildirish esa xayolimga ham kelmagan. Keyinchalik ustoz Begimqulovga borganimda, u kishi aytdiki: "Siz buni o'zingiz qilmang. Pulini berib, malakali SMM menejer yo'llang va shunga qildiring." Pulini berib mutaxassisga qildirgandim. Marketingning ortidan savdo birdan shunday yuqoriga chiqib ketdiki, biz bu katta o'qimga umuman tayyor emasdik. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deganlardek, bu ishni o'z ustasi bajarishi kerak ekan. O'zim o'z biznesimga SMM menejerlik qilganimda hech qachon bunaqa natija bermagan.
Ustozning so'ziga amal qildik va bu juda yaxshi natija berdi. Lekin biz marketingni kuchaytiribmiz-da, moliya sohasini isloh qilishni unutibmiz. Bunisini o'zimiz ham bajara olamiz deb o'ylab, shu yerda eng katta xato qildik. Natijada hozirda moliyaviy hisob-kitoblarimizda muammolar bor. Hozir xonamda hamma yoqda hisob-kitob daftarlari to'lib toshib yotibdi. Aslida o'sha vaqtda marketing bilan birgalikda finansni ham baravar yo'lga qo'yishimiz lozim ekan. Bitrix 24 dasturini o'rnatdik, lekin unda finans bo'limi ham albatta bo'lishi kerak ekan. Biz uni o'rnamaganimiz juda qimmatga tushgan xato bo'lib chiqdi. Qisqa aytganda, ustoz Begimqulov biznesni qorong'ilikdan yorug'likka olib chiqadigan haqiqiy yo'lboshchidir. To'g'ri, qorong'ilikdan chiqishni hamma ham xohlaydi va qanaqa qilib chiqaman degan savol ko'ndalang bo'ladi. Ustoz esa buning faqatgina yo'lini aytish bilan cheklanmay, qo'lingizdan yetalab yo'l ko'rsatib boradi. Shaxsiy rivojlanish bo'yicha avvallari ham turli kurslar sotib olganman. Lekin u yerdagi gaplar yurakka yetib bormagan. Menimcha, bizga o'rgatgan odamlarning o'zlari o'z aytganlariga amal qilishmagan. Shuning uchun ularning so'zi bizga ham ta'sir qilmagan. Ustoz Begimqulov esa avval o'zi amal qilib, keyin bizdan ham qattiq talab qiladi. Bunda ustozning, kuratorlarning, kursdoshlarning yordami va bir-birimizga bergan doimiy motivatsiyamiz ham juda muhimdir. Men uchun muvaffaqiyat bu biznesni xotirjamlik bilan olib borishdir. Biznesning katta-kichikligining ahamiyati yo'q. Juda katta biznes bo'lsa-da, lekin uyqungizda va ishingizda xotirjamlik bo'lmasa, biznesda muvaffaqiyat qozondi degani emas, deb o'ylayman. Agar vaqtni 8 yil orqaga qaytarish imkoni bo'lganida, Koreyada yana 2 yil ko'proq ishlagan bo'lardim. Agar vaqtni yanada orqaroqqa qaytarsak, universitetdagi o'qishimni oxirigacha tugatardim. Vaqtni maktab davriga qaytarsak, yanada ko'proq bilim olgan bo'lardim. Tadbirkorlik bo'yicha barchaga beradigan eng katta maslahatim, nima biznes qilsangiz ham hech qachon yolg'on gapirmang. Yolg'on biznesni albatta sindiradi. Bu kitobni o'qib, tadbirkorlik qilayotgan yoki endi qilmoqchi bo'lganlarga maslahatim esa, biznes faqat pul topish degani emas. Biznesni xotirjamlik bilan amalga oshiring va buning uchun erinmasdan bilim oling. Agar bilimingiz bo'lmasa-yu, lekin g'oyangiz kuchli bo'lsa, boshlagan biznesingiz tezda kengayib, kuchayib ketishi mumkin. Ammo o'shanda bilimingiz yo'qligi sababli bu katta biznesni boshqara olmay qolasiz. Va katta biznesda katta inqiroz kelib chiqadi. Bu xuddi puflanayotgan sharga o'xshaydi. Sharga havo berilaversa, shishib bo'veradi va oxiri yorilib ketadi. Bilimingiz bo'lmasa, biznesingiz ham xuddi shunday shishib, kattarib, oxiri yorilib, sizni juda og'ir ahvolga tushirib qo'yadi. 7. Coachingda o'qiyotganimizda ertalab barchamiz to'qqa chiqqanmiz. Bu chiqish hech birimiz uchun oson bo'lmagan. Ilgari to'qqa bunday chiqmagandim. Yursak ham faqat xavfli qiyoliklarda yurganmiz. Ustozning oyoqlarida muammosi bor edi. Buni barchamiz yaxshi bilardik. Lekin ustoz hech narsaga qaramay biz bilan birga to'qqa chiqdi. Yuqoriga chiqqanimizda bir shogird, "Ustoz, oyog'ingiz og'rimayaptimi?" deb so'radi. "Mening har bir qadamimda oyog'im og'riydi", dedi ustoz Begimqulov tabassum bilan. Har qadamida oyog'i qattiq og'risada, bizni yolg'izlatmay, biz bilan birga cho'qqiga chiqqani hammamizga juda kuchli ta'sir qilgan edi. Bizning ana shunday irodali va matonatli ustozimiz bor. Xulosa: mol-mulk yonib kulli ko'kka sovrilishi mumkin, lekin halol mehnat va ishonch hech qachon yonmaydi. Dadaxon akani sexiga o't tushib, hamma narsasidan ayrilganda,
tamom bo'ldim deb o'ylagan edi. Lekin uning ishonch kapitali shunchalik yuqori ediki, mijozlarning o'zlari unga sarmoya tikib, qayta oyoqqa turg'azishdi. Natijada u 15 baravar o'sdi. Dars shuki, biznesdagi eng qimmat valyuta bu dollar emas. Bu mijozning sizga bo'lgan ishonchidir. Agar halol ishlagan bo'lsangiz, hatto kulni ichidan ham gul unib chiqadi. To'siqlar sizni to'xtatish uchun emas, sinash uchun beriladi. Xulosa. Ushbu shogird hikoyasidagi qaysi fikr yoki vaziyat xuddi siz uchun aytilgandek bo'ldi? Shogirdning qaysi to'g'ri harakatlarini aynan hozir biznesingiz yoki hayotingizda qo'llashingiz mumkin? Aynan shu hikoyadan xulosa qilib, biznesingiz yoki hayotingizda qaysi kichik o'zgarishni amalga oshirasiz?